现在发掘的这个房子呢是比较早的。 Xulosa qiladigan bo'lsak, bu mana bu ko'zalar yoki mana bu topilmalar Kushan davriga oidligini aytishimiz mumkin. Mana bu hozir tozalayotgan qismimiz mana bu joyi xonaning ichidagi o'sha topilmalar turgan, saqlanadigan joy bo'lishi mumkin. Mana bu ko'rib turgan kichkina topilmalar bular to'qimachilikdan foydalanilgan, to'qimachilik gilamlarini pastiga osib qo'yadigan o'si bo'ladi-ku. Qarang, har bittaning o'rtaq teshigi bor. To'qimachilikda o'sha ip o'tkazib osib, har bitta har xil rangdagi iplarni osib qo'yadigan mana bunaqa topilmalar hozirgacha 200 dan oshiq topilmalar topildi. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, o'sha Kushan davri to'qimachilik ancha yaxshi rivojlanganlik degan xulosa berib. Bu xonaning hozir mana shu qatlamiga endi yetib keldik. Mana 2 kun bo'ldi, 2 kundan beri qazyapmiz. Buning tagida qismida yana qanaqa ma'lumotlar bor, qanaqangi mahsulotli topilmalar bor, bu haqida endi o'sha qazishma davomida yana ma'lumotga ega bo'lamiz. O'tgan yilgi shu o'rifdan topilgan urug'lar, bug'doy urug'i, uzumniki, arpa, o'sha urug'laridan laboratoriya tekshiruvidan xulosa qilish mumkinki, milodiy 1-asrga oid deb. 从汉河流的东边还是北边发现的跟这个同世界的还有哪里有？bu tarixiy yodgorligimiz davri Kushan davriga oid bo'lgan Xolchiyan yodgorligi bilan bir xil davr. Agar umumiy Surxondaryo hududini oladigan bo'lsak, qadimiy Termiz va Dalvarzin tepalar bilan, ya'ni o'sha Kushan davridagi qism bilan bir xil davrga oid. Bu Chinortepa hududida o'zimiz arxeolog mutaxassislar tomonidan topilib, aniqlanib o'rganilgan 主动发掘的贵霜时期的遗址。 O'zbekiston Xitoy qo'shma arxeologik guruhi 2019-yildan buyon Uzun tumani hududi, Surxondaryo havzasi hududlarida arxeologik tadqiqot ishlarini olib boradi va 2019-yildan buyon Chinortepa yodgorligida tizimli ravishda tadqiqot ishlari olib borilmoqda. O'tgan yilgi tadqiqotlarimiz natijasida Chinortepa yodgorligining 1 va 2 qabriston qismlarini aniqladik. Jumladan yodgorlikning shimoliy qismida 1-qabriston, yodgorlikning janubiy qismida 2-qabriston aniqlandi. Bu qabrlar turli davrlarga tegishli, bronza, o'rta asrlar va ko'proq antik davrga tegishli. Hozirgi kunda yodgorlikning Shahriston qismida turar joy makonlarini aniqlayapmiz. Bu yerda turli davrga oid, asosan o'rta asrlar va antik davrga oid xonalar qoldiqlari aniqlandi. Chinortepa unda umumiy maydoni 35 gektardan iborat bo'lib, uning joylashish hududi juda qulay bo'lib, u ham chorvachilik, ham dehqonchilik xo'jaliklari uchun juda qulay hududda joylashgan. Tadqiqotlar natijasida bu yerda hunarmandchilikning to'qimachilik sohasi juda rivojlanganligini aniqladik. Bu yerdan juda ko'p miqdordagi to'qimachilik dastgohlari chiqqanligi, ya'ni urchiq toshlar, posangilar va qaychilar chiqqanligi bu yerda to'qimachilik sanoatining yuksak darajada bo'lganligidan namoyon bo'ladi. Chinortepa juda qulay hududda joylashgan. Chinortepaning rivojlanish davri asosan antik davrga to'g'ri keladi va o'sha davrda Xolchayon, Dalvarzin tepa kabi shaharlar kabi bu hududda muhim iqtisodiy, madaniy ahamiyatga ega bo'lgan. Bu yerdan chiqqan tangalar, turli sopol buyumlar va arxeologik topilmalar bu yerdagi madaniy qatlamlarning ko'p qirraligi va qo'shni hududlar bilan aloqalarning mustahkamligini ko'rsatadi. Mazkur yodgorlik 2009-yil Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori asosida madaniy meros yodgorliklarini milliy ro'yxatiga kiritilgan va
eng e'tiborli tomoni shuni aytib o'tishimiz kerakki, Denov tadbirkorlik instituti o'sha birinchi marotaba mana shu O'zbekiston Xitoy qo'shma ekspeditsiyasida ishtirok etmoqda va bunda o'sha Denov tadbirkorlik pedagogika instituti tarix va falsafa kafedrasi talabalari yozgi amaliyotni Chinortepa arxeologiya yodgorligida o'sha olib bormoqda va o'z navbatida Chinortepa bir vaqtda o'zida o'sha Chorgaltepa hamda Ko'rgantepa, Kalayirtepa bilan bir hududda joylashgani, Uzun tumanining shimoliy o'sha hududlarda joylashgan bo'lib, bir-biri bilan savdo madaniy aloqalarni yaxshi rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin va e'tiborga molik tomoni shundaki, bu yerda topilayotgan topilmalar o'sha kundalik turmushda asosan foydalanilgan uy ro'zg'or buyumlari.